Bugun sizlarga bir rivoyat aytib bermoqchiman. Ispan xalq ertaklari asosida tuzilgan. Oldindan aytib qo'yaman. Rivoyat ichidagi voqea, hodisalar o'sha davrga xos. Qadimda bir Mochano nomli dehqon o'tgan ekan. U Mochanoni laqabi bor ekan, eshak degan. Qizig'i, odamlar shunchaki Mochano yo Mocha yo bir narsa deb tanishtirsa tanishish qiyin ekanda, lekin eshak nomini, laqabini qo'yib turib aytishadigan bo'lsa, shu bilan tanitish mumkin ekan. Har xil narsalar ekar ekan, ekmagan narsasi yo'q ekan. Bu ekkan narsasi hosil beradimi, bermaydimi, shu ekaverar ekan. Dehqon-ku, qolgan atrofidagilar ham dehqonlar bor, boshqalar bor. Shularni hammasini yakson qilib bitta o'zim bo'lsam degan bir yovuz niyatda yuradigan bir eshak. Rostdan o'z laqabi ham shunaqa. Ya'ni u qo'rqar ekanda, eshak, lekin eshaklar qo'rqmaslik kerak edi, tishlab uradigan odati bo'lardi ularni. Kalla qo'yadi, tishlaydi endi eshaklar. O'sha joyga chiqib ketishdan oldin hali hamkasbdan ustidan yozib chiqib ketibdi. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, barchalaringiz sog'-omonmisiz? Bugun sizlarga bir rivoyat aytib bermoqchiman. Ispan xalq ertaklari asosida tuzilgan rivoyat. Oldindan aytib qo'yaman. Rivoyat ichidagi voqea, hodisalar o'sha davrga xos. Ya'ni bu davrga qat'iydir tushsa, o'xshab qoladigan bo'lsa, bu tasodifiy hisoblanadi. Rivoyatni boshlayman. Qadimda bir Mochano nomli dehqon o'tgan ekan. U Mochanoni laqabi bor ekan, eshak degan. Qizig'i, odamlar shunchaki Mochano yo Mocha yo bir narsa deb tanishtirsa tanishish qiyin ekanda, lekin eshak nomini, laqabini qo'yib turib aytishadigan bo'lsa, shu bilan tanitish mumkin ekan. Aytib o'tdik, u dehqon ekan. Shu polis ekinlari bilan shug'ullanar ekan, har xil narsalar ekar ekan, ekmagan narsasi yo'q ekan. U ekkan narsasi hosil beradimi, bermaydimi, shu ekaverar ekan. O'sha daladagi sherigini joyiga o'tib ketaverar ekan. Undan ham o'g'irlar ekan, bundan ham o'g'irlar ekan. Xullas, hamma polis, ayniqsa o'sha sabzavotlarni ekishni yaxshi ko'rar ekan. Sabzi, banan ham ekkan ekan, lekin ko'proq u baqlajon yetishtirishni yaxshi ko'rar ekan. Negadir baqlajonni yaxshi ko'rar ekan. Qiziq narsa bor ekan. O'sha paytdagi o'sha xalqlar, atrofidagilar hayron bo'lishar ekan, chunki ancha hosil olsa ham o'sha baqlajonni, lekin bozorga olib chiqmas ekan. Uyda yig'ar ekan. Uyda yig'ib shuncha baqlajonni qatga ishlatadi, nimaga ishlatadi? Uni atrofdagi odamlar yaxshi bilishmasdan hayron bo'lib yurishar ekan. Endi haligi Mochano eshakni bir yomon odati bor ekan. Ayniqsa o'zini hamkasblarini, ya'ni o'sha dehqon-ku, qolgan atrofidagilar ham dehqonlar bor, boshqalar bor. Shularni hammasini yakson qilib bitta o'zim bo'lsam degan bir yovuz niyatda yuradigan bir eshak. Rostdan o'z laqabi ham shunaqa. Eshak fe'li bor ekanda. Ya'ni men bo'lishim kerak o'zim deb. Atrofdagi payhon qilmoqchi bo'lar ekan, dalalarni, o'sha yonidagi sheriklarni, joylarini, yerlarini yakson qilib, payhon qilib, nima bo'lsa ham shu odamlar orasida yomon gaplar tarqatmoqchi bo'lib, xullas. Endi shunaqa qilsa ham mayli, u hamma sohaga aralashaverar ekan eshak. Nafaqat u dehqonchilik, balki boshqa sohalarda ham aralashaverar ekanda eshakda endi. Hamma narsaga aralashar ekan. O'sha paytda mashchog'i ham qolmas ekan, qashchog'i ham qolmas ekan, yana boshqasi ham qolmas ekan. Xullas kalom, hammasiga aralashar ekan. Hammasiga burnini suqib ko'rar ekan. Chunki o'sha paytlarda ham hali PR degan narsalar bo'lgan ekan. Hozir men aytgan rivoyat, bilmayman, 1000 yil bo'lgandir, 2000 yil, 500 yil bo'lgandir, lekin o'sha paytlarda ham bor ekan PR. Ya'ni o'shalarni nomini sotib, shu orqali mashhur bo'lib deydi-yu.
mana shunaqa bo'lib turib, hali endi maqsadi bechorani ham bilmayman endi, haligi poliz ekinlari ekkan mahsulotlari bor-ku, endi o'shalarni sotish bo'lsa kerak edi, tezroq sotsam pullasam deb. Endi tirikchilik shu ekan. Odamlarni ustidan mag'zava to'kib, hali u bilan talasharmish, hali bu bilan talasharmish, yo meni baqlajonim kattaroq deydi, u yo meniki deydi, mana shunaqa qilib biri-biri bilan mana shunaqa narsalar qilib, xullas faqat va faqat buni ishi asosiy hali dehqonchilikdan tashqari shunaqa tortishuvdan iborat ekan bu eshakning ishi. Va bu eshak eng yomon illati odamlarni ustidan tuhmat qilib, o'sha paytdagi mirshablarga, saroy ayollar, u paytdagi xonlik, sultonlik anaqalari bo'ladi-ku, qirollik, o'shalarni oilalariga yaqinlashgan bo'lib yoki bo'lmasam deylik mirshablariga, o'sha paytda endi hozirgi paytda organ deydigan bo'lsa, u paytda nima deyiladi endi? Rivoyat esimga kelmayapti o'sha joyi. Xullas, mashnaqalarga quloqlik qilib, sotib, yaxshi dehqonlarni ham, sheriklarni ham sotib, orqasidan yomonlab, ayniqsa haligi bitta sherik o'sha dehqonlar birga ishlaydigan, o'sha dalada ishlaydigan sheriklarniki agar yaxshiroq bo'lib qolsa ekinlari, ya'ni mahsulotlari o'sha hosil yaxshi bo'lib qoladigan bo'lsa, bu keyin mendan yaxshi dehqon bo'lib qolmasin. U mendan yaxshiroq, mana Mo'chanodan ham yaxshiroq ekan mana u dehqon degan gap bo'lib qolmasin deb haligini sindirmoqchi bo'lar ekanda. O'shaning uchun shuni oldini olib, bo'lmasa tuhmatlar qilib, yo o'zi qilib, yo bo'lmasam haligi dehqonchilikni bitta o'zi qila olmaydi-yu, sheriklari bo'ladi, o'zini shogirdi bo'ladi, ishchisi bo'ladi. O'shalarni ishga solib, mana shunaqalar qilib turib, haligi birovlarning nomini sotib, yolg'on tuhmatlar bilan xullas o'zini maqsadiga erishmoqchi bo'lar ekan. Faqat shun bilan hayot kechirar ekan. Bir safar shunday qilibdi. Bir safar bu endi dehqon bo'lgani bilan hali quri to'yroq dehqon ekanda bu. Daladan tashqari chiqmaydi ba'zi dehqonlar, unaqa emas ekan. Bu o'sha chet ellarga borishni yaxshi ko'radigan, chet ellarda yurib, mana hali odamlarga anaqa qilib, o'zini ko'rsatmoqchi bo'lib yuradigan eshak dedi-ku, eshaklar uchun shunaqa narsa qilib yurar ekanda. Bir safar shunaqa safarga ketibdi-da, ketishdan oldin o'sha bir hamkasbi, o'sha dehqon odamni ustidan yozganda ham yomon yozib emas. Masalan, meni falonchi so'kdi, urdi, yo kelib dehqonimni, meni poliz ekinlarimni dabdala qilib ketdi deb emas. O'sha dehqonni mahsulotlarini ustidan, ya'ni bu dehqon shunday dehqonki, uni mahsulotlari zo'r bo'lyapti. Nimaga qarab qo'ymayapsizlar? Nimaga uniki nomi chiqib ketib qolyapti, ekkan narsalarni, meniki bo'lmayapti? Nimaga shunga qaralmayapti deb o'zini hamkasbini o'zi yetishtiradigan o'sha mahsulot, o'sha hosilni, o'sha hosiliga to'siq bo'lishlik uchun shuni yo'l tutdi. Ya'ni u qo'rqar ekanda, eshak, lekin eshaklar qo'rqmaslik kerak edi, tishlab uradigan odati bo'lardi ularni. Kalla qo'yadi, tishlaydi endi eshaklar. Lekin u eshak shuna qo'rqar ekan, haligi hamkasbi dehqonlardan yuziga qara olmaydi-da. Yo'l topdi oxir. Qoyil qoldi. Men ham qoyil qoldim shu rivoyatni o'qiganimda. Ya'ni o'sha safarga chiqarganda endi o'sha paytlarda masalan Italiyaga chiqish mumkin, Ispaniyaga yaqinroq qat endi. Har xil davlat, Angliya bo'lishi mumkin, Fransiya bo'lishi mumkin masalan. O'sha joyga chiqib ketishdan oldin hali hamkasbdan ustidan yozib chiqib ketibdi. Chunki haligi hamkasblari, onovi haligi isqirtiroq, haligi hasadgo'y chiqora bo'lardi uni Mo'chano. O'sha qildimikan dey desa, u safarda-yu. U safarda-yu hozir kim qildi ekan degan narsani qilishlik uchun qarang, shu o'ylab topdi-da. Chiqib ketishdan oldin mana shunaqa qilib yozib chiqib ketibdi. Endi Mo'chanoni o'zini bir tarixiga keladigan bo'lsak, o'zi kim u Mo'chano? U Mo'chanoni bunaqa alamzada bo'lib qolishiga sabablar juda bisyor ekan. Chunki u Ispaniyada menimcha o'sha paytlarda ham bo'lganmi, hozir qaysi o'sha hozir ham bormi bilmayman endi. Ko'p davlatlarda bor, haligi bachavozligi degan narsalar bor, buzuq illatlar bor. Mana shunaqa bachavozlarni qo'liga tushib qolgan ekan bir paytlar. O'sha dehqonchilik sirlarini o'rganaman deb birovga shogird tushib, o'sha baqlajonni qanaqa ekish kerak, sabzini qanaqa kattaroq qilib ekish kerak, mana shunaqa narsalarni o'rganib turgan paytlarda o'sha baqlajon shunos, sabzi shunos tutishda shunaqa bachavozlarni qo'liga tushib qolgan ekan.
qo'liga tushgandan keyin bilasizlar nima bo'lishini yo'qmi. Qo'liga tushgan, qo'lidan o'tgan deymizmi? Mana shunaqa narsa bo'lgandan keyin shundan keyin alamzada bo'lib qolgan ekan. Shundan keyin alamzada bo'lib, bu birinchisi alamzadalikdan haliginday hamma bilan urishligi, o'zini hamkasblarning ustidan yozishligi, sheriklarni o'sha porzekillarni yakson qilmoqchi bo'lishligi, nomini xunuk qilmoqchi bo'lishligi, dehqonlarni u alamzadaligi o'shandan, haligi bachavozlik bo'yicha qo'lga tushib qolganligidan. Lekin u zapal degan narsa ham bor-da. Bachavozlikda qo'lga tushgan, lekin zapal bo'lgan boshqa narsa. Zapal haqiqiy sharmanda bo'lish. Ya'ni tilidan ushaldi u. Demak, o'sha zapal tashqariga chiqib ketib qolmasligi uchun, o'sha hujjatlari bilan ko'rsatib qo'yilmasligi uchun hamma narsaga tayyor bo'lar ekan. O'zini hamkasbini sotishga ham, har qanday buzuqlikni qilishga ham, har qanaqa yo'lga yurar ekan. Nimaga? Chunki uni nozik joyi bor, zapali bor. O'sha zapali chiqib ketib qolmasligi uchun. Lekin amal emas ekandan u ham. Haligi hamkasb, sherik, boshqa polizda ekin ekadiganlar bor, dehqonlar. Ular hammasidan xabardor ekan. Uni har bitta o'sha zapali-yu, boshqa narsasi-yu, hamma narsasidan xabardor ekan. O'sha bir joylariga chiqib ketib, jahongashta bo'lib, sarguzashtli bir sayohatlarni uyushtirib chiqib ketayotgan paytlarda chiqib ketishdan oldin nimalar qilib chiqib ketganligini, uni qaysi maqsadda qilganligini, nimaga unday qilganligini hamma narsasini bilar ekan va jimgina kulib qo'yishar ekan. Shu paytlarda ham yaxshi insonlar bo'lgan ekan. Hatto u insonga mirshaplar endi baribir yozib bergandan keyin mirshaplar baribir so'roq qiladi, boshqa qiladi-yu. Hatto mirshaplar, o'sha paytdagi mirshaplar haligi odamga, "Ey, qara ona mo'chani uni qaragin, qanaqa iflos, isqirt. Seni ustingdan yozyapti shunaqa qilib. Seni poliz ekinlaringni yomonlayapti, tanqid qilyapti. Seni ustingdan yozyapti. Senga bir yomonlik tegishini xohlayapti. Sen haqorat ham qilib qo'ymayapsan, u bo'lsa seni haqorat ham qilyapti. Hamma joylarda haqorat qilyapti. Nimaga indamaysan? Mana yoz, hozir yozsang bo'ladi ustidan. Yozsang biz ham chora ko'ramiz unga. Unga ham chora ko'riladi." deb hatto shunday deganda ham yo'q debdi. Sherigi bor ekan, o'sha yaxshi inson, o'sha inson ustidan yozib bergan-ku endi u mo'chani. O'shalik yaxshi inson aytdiki, yo'q debdi. Agar men hozir yozib beradigan bo'lsam, juda ko'p narsalar bor. Lekin men yozib beradigan bo'lsam, u mo'chani bilan bir xil bo'lib qolaman-ku men. deb shunday debdi-da, yo'q, u ish qilmayman. Hatto o'sha narsani yozib, qo'limni ham og'ritib, siyohni ham ketkazib o'tirmayman. Aslida unga butun dehqonlar, butun o'sha poliz mahsulotlarini shinavandalari, poliz mahsulotlarini yaxshi ko'radigan insonlar hammasi kim-kimligini bilib bo'lgan. Uni mo'chani, uni o'sha tarixi qanday bo'lgan, uni zapali bormi, boshqa narsasi bormi, qanday iflos mavjudot bu. Odamlarda oldida, dehqonlarda oldida turib olib, endi yig'ilishlar bo'ladi dehqonlarning. O'shanda chiroyli gaplarni gapirib, ichkaridan qanaqa ishlar qilishlari, mana shunday sotqin, mana shunday buzuq, mana shunday har qanaqangi ta'rifga loyiq bo'lgan iflosligini bilar ekan. Bilaman debdi. Lekin men shu ishni qilmayman. O'sha ishlarni qilgan odam bilan bir xil bo'lib qolaman-ku, agar men ham yozadigan bo'lsam, men yozmayman. Aslida odamlar xalq bilgani yetadi menga. Ana shu katta jazo unga. debdi va shu bilan rivoyatimiz tamom emas, rivoyatimizning davomi ham bor. Qarasam ko'payib ketib qolyapti bu yog'i. Xudo xolasa shunday holat bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? U safarlarda qanday o'tkazdi keyin u? Yana kelib dehqonchilikni qanday boshladi? Nima ishlar ro'y berdi? Uni keyingi dasturlarimizda rivoyatning davomini aytib beraman.